Assalomu alaykum, Umar avto obunachilari. Ertalabda Andijon Moshna bozoriga chiqib olganmiz. Bu qismga qo'ldan kelgan shakli Lacetti 1.8 va 1.6 narxlarini yoritib beramiz. Kanalga obuna bo'lib tursanglar, narxlarni hammasini yoritib beramiz. Hamma moshinadan kommentariyaga qanaqa moshina ko'rsatdi deb yozib kelsanglar, yili bilan nomini ashtaqa moshina ko'rsatib o'tib ketamiz. Bitta like deb bosasizlar, 13-fevral juma kunligida hammalaringizga juma muborak bo'lsin. Andijon Moshna bozoridan biz boshladik syomkamizni. 2012-yil Petnosi nechta joyda? 15-20% kraskalari bor. Posonga o'z uchun tekshirtirib olaverasiz. Motor, hadavo, korobkalari-chi? 4-pakelina propani bor, ABS konditsionerlari bor. Korobka, hadavo yaxshimi Ozodbek aka? Kim olsa ham qalbidek go'zal. Kim olsa ham qalbidek go'zal deyapti. Yonlarini ko'rishingiz mumkin. Bo'ldi. Yumshoq balonlar taqib qo'yilgan. Xudo tomonga ham sotilaveradigan moshinalardan. Afshukasi akvaprint qilingan moshinaga ko'rishingiz mumkin. Rol bar qo'yilgan. Chexol poligi bor. Probegi qancha bo'lib ketdi? 276 ming yurgan. To'rilesiga shumkami? Moshina ponni shumkada ekan, ko'rishingiz mumkin. Tomlarigacha shumka bo'lgan ekan. Stoplar qo'yilgan, ko'rishingiz mumkin moshinani. Bu 4-pakelina propan gazlar bilan jihozlangan. Video davomida 1.6, 1.8 larda arzonidan, qimmatidan ko'rsatib o'tib ketamiz. 4 ta balon yangi, korobka hadavoyda umuman ish yo'q. Narxini yaqinroq xohlasangiz oxirida aytsangiz ham bo'ladi. Yaqinimi? Ha? Nechga beramiz? 5000 shitir bergan edi. Shitir sanaganga 5000 ga beraveramiz. Nomeringizni aytsangiz? Nomer 94 053 0717 raqamlariga aloqaga chiqinglar. Sotmoqchi bo'lsanglar, olmoqchi bo'lsanglar, Ozodbek ham aloqada. Moshina olmoqchi bo'lsanglar, o'zi bozorga chiqolmayman desanglar, sotmoqchi bo'lsa ham telefon qilaveradi. Xizmatini bersanglar, moshina ham o'zi yaxshi qarab o'zi olib beraveradi ham. Telefon qilinglar, shoshilinglar. 2011 1.8 Lacetti minaman degan akalarimiz uchun ko'rishlaringiz mumkin. Kraskalari-chi? Kraska bitta petnosi bog'lasa, bitta petnoga baraka bo'ladimi shunda? Bitta joyda petnosi bor ekan. Mana petno. O'z bilinib ham turibdi-ku. Mana rixtovka. Mashina rixtovka, qo'ygan joyi salpachoyda bor ekan. Motor, hadavo, korobkalari-chi? Xudo xolasi ishi yo'q. Xudo xolasi ishi yo'q ekan. Ko'rishingiz mumkin. ABS konditsioner, metan gazlar bilan jihozlangan mashinamiz. Yumshoq balonlari bor, o'rta holatda yonlarini ko'rishingiz mumkin. Mashina ikkinchi paysi mexanika. Chexol poligi bor. Yurgani qancha? 387 ming yurgan mashina. Orqalarida chexol poligi bor. Mana bu tomon ko'rinishlari, apshikalarni ko'rsangiz bo'ladi. Orqalarini ko'ryapsiz aka. Gazlari metan, zapaska hamma yo'qlari turibdi-ku. Narxini yaqinroq qilib nechga qo'yamiz? 5,5 ming bozorga aytyapmiz. Bozorga 5300 dan barakaga o'tib beramiz. 5300 Umar Uzaman sizlar unisini ham o'tib beradi. Xudo xolasi. Nomeringizni aytsangiz? 97lik 473 2080. 2080 geranli berasiz? Geranli beradi. Yana bitta 2011 dan ko'rsatib o'tib ketamiz. Bunisi ham 2011 kraskasi-chi? Kraskasi 20%. 20% kraskalari bor. Salpachoylarda bor. Salpachoy kiloda kraskalari bor. Motor, hadavo, korobkasi zo'r. ABS konditsionerlari bor. Ko'rishlaringiz mumkin mashinaning holatini. Yonlarini mana ko'rib turibsizlar. Bittadan like bosaverasizlar, yumshoq balonlarda. Kommentariyaga o'z fikringizni yozib ketaverasiz. Ko'tarilibdimi, tushibdimi bozor? Siz bilgandan keyin. Chexol poligi bor. Yurgani qancha? 464 ming yurgan mashina. Orqasida chexol poligi bor. Mana bu tomon ko'rinishlari. Orqa tomon ko'rinishi. Gazlar metan. Orqalari mana ko'ryapsiz. Xohlagan hujjati bitadi. Narxi nech bu? 5200 kami ham bor. Variant chiqadimi? Faqat naqd pul asosida
savdosi bo'ladi. 1000 dollar yetmasa bankka olib oladi. Va telefon qilasizlar. Nomeringiz 97lik 473 2080 raqamlariga aloqaga chiqinglar, yupib olinglar. Arzon narxlarda Umar avtodan sizlar berib yuboradi. Akalar 2013-yildan ko'rib qo'ydim, ko'rdilar. 1.8 Lacetti minaman degan akalarimiz uchun kraskasi. Kraskasi toza, ikkita petnosi. Kraskasi toza va ikkita petnosi bor. Motor hadovo yaxshimi? 1.8 ABS bor, konditsionerlari bor, gazlari bor ekan. Tekshirtirib olaverasiz. Aka, buni motor hadovo korobkasi o'ta go'zal ekan. Yonlarini ko'rishingiz mumkin. Mashinaga yumshoq balonlar taqib qo'yilgan. Bittadan laykni bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yasiz. Bo'ldi. Salonida mana polgilar bor. Probegi qancha? Probegi 600 ming yurgan. Mexanika ikkinchi paysa 600 ming yurgan, lekin kraskasi toza ekan. Mana bu tomonlarni ko'rishingiz mumkin ekan. Mashinani gazlari bor, benzin gazda yuradi. Narxini qancha so'rayapsiz, shepim? Bo'ladigan kami yo'q. 5100 dollar, 1 so'm kami yo'qqa baraka qo'yaverasizlar. Ikkita petnoga baraka bo'lar ekan. Nomeringizni aytsangiz? 94lik 415 24 42 raqamlarga aloqaga chiqaverasiz. 2009-yil qorasidan minaman ukam deganlar, yana sizlar uchun qorasidan ham ko'rsataman. Kraskalari-chi? 30% kraskalari bor. Oldi orqasi butunmi? Ichiga o'tmagan deyapti. Oldi orqasi butunmi? Oldi orqasi butun ekan. 1.8 ABS, konditsioner, gazlari, metan. Hamma yo'g'i bor. Yonlarini ko'rishlaringiz mumkin. Yurishtirsa o'ta zo'r ekan, yumshoq balonlarda. Qanaqalarni? Polirovkalari qilingan ekan. Chexol poligi bor, obshipka holati yaxshi. Probegichi? O'zim ko'rib olaveraman. Kalti ichida, kalti ham. O'z ko'rib beryapsiz ekan. Ashunchalik suvlar bilan turibdimi? Polirovka bo'lgani uchun akalar. Mashina polirovka bo'lgan. Orqasida chexol poligi bor. Obshipka holatlari. Orqa tomon ko'rinishlari, gazlari bor. Benzin, gazda mashinamiz. Yurgani qancha? 300 ming tepasidan? Ha. 400 mingga bormagan, 300 ming tepasida yurgan. Narxini necha pul beramiz? Kalat tushdi shebi. Narxini necha pul beramiz? Ha? 43 ga beramiz akalar. 4300 dollarga Lacetti minib olsangiz bo'ladi. Nomeringizni aytsangiz? 94lik 415 24 42 4300 dollar. Shikalan narxga Lacetti deb bosib olsangiz bo'ladi. 30% kraskalari bor. Bosib olsangiz bo'laveradi. Akalar, Lacetti'da halidan ko'rsatib o'taman. Akam aloqada bo'lib turadi. 24 soat aloqaga chiqaverasizlar. Arzon narxlarda olaveradi, sotaveradi ham akalar. Arzon narxlarda. Ko'rishlaringiz mumkin. Yil necha edi buni? 2009-yil kraskasi. 20-30% kraskalari bor. O'zi uchun yana bir qator tekshirtirib olaverasiz. Suvalari butunmi? Suvalari butun ekan. 1.8 ABS, konditsioner, gazlari bor. Ko'rishlaringiz mumkin. Korobka hadovo ishi yo'qmi? Korobka hadovo ishi yo'q. Yumshoq balonlar taqilgan akalar. Yonlarini ko'rishingiz mumkin. Salonida poligi bor, monitor bor. Yurgani qancha? 500 ming yurgan mashina. Shamol qattiq bo'lyapti akalar. Orqalarini ko'rishingiz mumkin. Chexol bor. Obshipkalari 500 ming yurgan, optra stoplar qo'yilgan. Gazlari metan benzinda yuradi. Bu tomon ko'rinishi
Narxini qancha so'rayapsiz? 5000 dollar kami bor. Genalni berasizmi bunga? Genalni beriladi. Mana Temur akam ham savdoni qilyapti. Nomeringizni aytsangiz? 88lik 972 79. Bunisini yilnechi? 2011. Kraskasi? Kirlo kapotda kraskalari bor. O'z uchun mana ko'rishingiz bo'laveradi. Motor, hadovo, korobkalari tekis, ABS konditsioneri bor. Bunisini ham ikkinchi paytda gazlari metan. Buni kraskasi kamroq, faralariga LED dislar mashaqalargacha o'rnatib qo'yishibdi. Sotmoqchi bo'lsangiz ham aloqaga chiqing. Yumshoq balonlar taqib qo'yilgan. Bunisini yurgani qancha bo'lib ketdi? 430 yurgan, chexol poligi bor, salonlarda video registratori bor. Apshikasini ham ko'rsangiz bo'laveradi. Salonlarda chexol poligi bor, holatlari mana. Like bosmagan bo'lsangiz, bittadan like tekin qizartirib qo'ysangiz bo'laveradi. Orqa tomon ko'rinishlari mashinani. Gazlari bor, metan benzinda. Mana bu tomon ko'rinishlari. Narxini necha pul qo'yamiz buni aka? 5200 dollar kam bor. 5200 dollardan tushib beradi. Generalni berasizlar? Generalni beradi. Variant yo'llari yo'q sizlarda? Variant yo'llari yo'q. Nomeringizni aytsangiz yana bitta. 88 972 79 raqamlarga aloqaga chiqinglar. Yana batafsil ma'lumot olsanglar bo'ladi. Yana qaysi biri qoldi? Nimaga? Yili? Buni yili necha edi? 2012 3-paysi 1.6 midi bu? 1.6, 1.8. 1.6 mi 1.8 mi? Ha, 1.6. Ko'ringlarchi. Kraskasi? 2 kiloda kraskasi bor, 1.6 kam rasxodligidan ABS konditsionerlari bor. Korobka hadovolar yaxshimi buni ham? Yangi korobka qo'yilgan ekan. Yumshoq balonlarda yonlarini ko'rishingiz mumkin. O'zingiz mashina sotsangiz ham bilmayapsiz, yo'q aka? Yangi qo'llasiragan. Ha, chexol poligi bor. Salonga mehr berishibdi-ya bunga. Yurgani qancha buni? 320 ming yurgan mashina. Orqalarida chexol poligi bor. Mana salonda bu betidan ko'rsangiz bo'laveradi. Orqa tomon ko'rinishlari. Mashinamizda metanlari bor. Zapaska baloni bormi? Zapaska balonlarigacha bor. Xohlasanglar yana bitta beraverasiz zapaska balon. Temur akam har doimgidek aloqada. 24 soat aloqaga chiqsanglar, aloqada bo'lib turadi. Bu tomon ko'rinishlari. Buni narxini necha pul qo'yay? 6200 dollar kami bor. Variant yo'q, faqat narxga barter yo'llari bor. 88lik 93lik 413 1477. Yana qaysi biri? Nima dedingiz? 10 gacha telefon qilaverasiz. Bunisini yili nechi? 2012 kraskasi. 3 ta petnosi bor. Motor, hadovo, korobkalari-chi? Zo'r ekan. ABS konditsioner, metan gazlar bilan jihozlangan. Ko'rishingiz mumkin. Bu ham tekshirtirib olaverasiz. 12-yil mashina. Yumshoq balonda, yon tomon ko'rinishlari. Probegi qancha edi buni? 430 ming yurgan, orqada chexol polig bor. Tushmay qo'ying, hojiga bemalol bo'ldi. Optra stoplari bor. Metan gaza bu ham. Bu ham metan gaz bilan jihozlangan. Lastiklardan simidan aloqaga chiqsanglar, endi xohlaganlaringizdan plyus yarashasidan qilib berishaveradi. Nomeringizni aytsangiz? 5,5 dollar kami bor. 93lik 413 1477 raqamlarga aloqaga chiqinglar. Aloqaga chiqaverasizlar. WhatsApp, Telegram shu nomerdamidi? WhatsApp, Telegram'i bor. Aloqaga chiqsanglar, akamiz qanaqa plyusga yarasha mashina topib beraveradi. Qanaqa mashina olsangiz ham